O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Ramazon oyida aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Muqaddas Ramazon oyi ma'naviy poklanish, o'tgan umrni qayta anglash va samimiy tavba qilishning o'ziga xos davrdir. Bu oyda ezgulikka intilish, mehr-shafqat va o'zaro qo'llab-quvvatlash kuchayadi. Jamiyat muhiti esa ezgulik va bunyodkorlik ruhi bilan to'ladi. Konstitutsiyamizga muvofiq O'zbekiston insonparvar va inson manfaatlariga yo'naltirilgan siyosatni amalga oshirayotgan ijtimoiy davlatdir. Inson qadri uchun, uning baxti uchun tamoyili taraqqiyot strategiyasining mustahkam asosiga aylangan. Mamlakatda vijdon erkinligi va fuqarolik huquqlari ishonchli ta'minlanib, totuvlik, bag'rikenglik, mehr-shafqat, ilmga intilish va o'zaro hurmat kabi ma'naviy qadriyatlar mustahkamlanmoqda. Islomning insonparvar mohiyatini o'rganish, ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini asrash va targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu maqsadda zamonaviy ilmiy ma'rifiy markazlar barpo etilgan, jumladan Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi va Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasi yoshlarni ma'rifatli qilish, ularda tinchlik, bunyodkorlik va axloqiy mas'uliyatga asoslangan islom qadriyatlarini chuqur anglashga xizmat qilmoqda. Davlat siyosatining ijtimoiy yo'naltirilgani, aholini qo'llab-quvvatlash dasturlarining kengayishi, manzilli yordam mexanizmlarining takomillashuvi va fuqarolar bilan zamonaviy muloqot shakllarining joriy etilishida namoyon bo'lmoqda. Davlat insonlarning ehtiyojlariga o'z vaqtida javob berishga intilib, eng himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash va munosib turmush sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ramazon kunlarida ijtimoiy adolat va insonparvarlik masalalari yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oziq-ovqat narxlarining barqarorligini ta'minlash, birinchi ehtiyoj mahsulotlarining hamma uchun ochiqligini kafolatlash, xayriya va o'zaro yordam tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bu bugungi kunning muhim vazifalaridandir. Joriy yilda Ramazon oyi yaqin kunlarda boshlanishi munosabati bilan unga puxta tayyorgarlik ko'rish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Ramazon oyida ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish va adolatli jamiyat barpo etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilganidek, O'zbekiston ijtimoiy davlat sifatida fuqarolar farovonligini ta'minlash, ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlash va jamiyatda mehr-oqibat muhitini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb biladi. Mazkur tamoyillar ayniqsa Ramazon oyida yanada yorqin namoyon bo'lib, saxovat va hamjihatlik qadriyatlari amaliy ishlar bilan mustahkamlanmoqda. Davlatimiz rahbari muborak oy kunlarida nuroniylar, yolg'iz va ehtiyojmand fuqarolar holidan xabar olish, og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga amaliy ko'mak berish ezgu qadriyat ekanini ta'kidladi. Yig'ilishda shu maqsadda ishlab chiqilgan Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shioridagi kompleks chora-tadbirlar to'g'risida axborot berildi. Ularni amalga oshirish uchun Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Jami 1 trillion 50 milliard so'm yo'naltirish ko'zda tutilmoqda. Mazkur yordamlar aholini qo'llab-quvvatlashga ajratilishi qayd etildi. Ajratiladigan mablag'lar hisobidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish, nogironligi bor shaxslarning davolanish va jarrohlik amaliyotlari xarajatlarini qoplab berish ko'zda tutilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim. Avvalo butun tizimimizdagi ahli ilmlar, ulamolar, imomlar nomidan sizga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Haqiqatda ham Ramazon oldi juda ham katta bir muruvvat qilinyapti. Bu tarixda bo'lmagan. Davlat rahbarini bunchalik darajada e'tibor qilib muruvvat qilishligi bo'lmagan. Buning uchun albatta sizga men cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Hamma narsada siz o'zi namuna qilib berasiz. Mana kitob o'qish bo'yicha ham namuna qilib berdingiz. Har bir ishni boshlashdan oldin duo olish, ziyorat qilish kabi amallar buni bugun sizni bu qilayotgan muruvvatingiz boshqa odamlarda ham uyg'otadi. Nogironlar, kasallar, bemorlar, muhtojlar bularning duolari mustajab. Chunki Ramazon oyida jannat eshiklari ochib qo'yilar ekan. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Bugun mana shuncha xonadon 710 mingta deyapti. Bu degani 3 milliondan ziyod odamning duosida inshaalloh bu qilingan muruvvatni javobini Alloh beradi. Inshaalloh umid qilamiz bundan ham barakali bo'lsin. Va bu an'ana endi davom etadi. Niyatimizga qarab Alloh buni har yili qodir qilib qo'yadi inshaalloh. Ziyodasi bilan qaytaradi. Va qarangki mana bu ijtimoiy himoya agentligini tashkil bo'lishligi ham o'zi katta bir Allohning marhamati bilan qilindi-da. Bularda bir vijdon agentligi deganimizni bugun xalq bilyapti, muruvvat ko'ryapti. Bugun nogironlarga qanaqa e'tibor bo'lyapti. Bu qilinayotgan ishlar, buni oqibatida ko'zlangan eng katta maqsad shularni rozi qilishlik. Ularning duosi bilan yurtimiz bundan ham obod bo'ladi. Men bu yilgi Ramazonni to'g'risi asrga tatugidek Ramazon deb atagan bo'lardim. Alloh sizga bu qilingan ehson uchun ajr bersin. Hammamiz vijdon bilan, iymon bilan turib joy-joyiga yetkizsak, inshaalloh
yurtimizga ularning duosi obodlik keltiradi. Avvalambor yana bir marta katta rahmat. Bitta narsani bilinglarki, hamma sohada avvalambor tizim, tartib, intizom kerak. Mana diniy sohada ham biz juda ko'p o'zgarishlar qilyapmiz, lekin birovga ko'z-ko'z qilish uchun emas, o'zimizni, xalqimizni dardi bilan yashash. Mana men eng yuksak qadriyat inson qadri deyman. Odamlarimizni rozi qilish va qadrini ko'tartirish va bundan katta boylikni o'zi yo'q. Hamma qilgan ishlarimiz tagida adolat, tizim yaratib berib, davlat ajratgan pullarni joy-joyiga yetkazganimiz uchun odamlar adolatga mehri bilan qarayapti. Bizning yo'limiz to'g'ri va o'zbek xalqi bu kunlarda juda ko'p niyat qilgan. Ro'za Ramazon oyida duo olamiz, xalqimizning tinchligi, osoyishtaligi, tahlikali zamonda mana shu duolar bilan ko'p ishlarimiz ijobat bo'ladi, ko'p ishlarimiz natijali bo'ladi. Ramazon oyida butun xalqimizga tinchlik, omonlik tilayman. Prezidentimiz joriy yil yanvar oyida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bugun turli radikal va ekstremistik g'oyalar axborot texnologiyalari orqali yoshlarimiz ongini zaharlashga urinayotgani, faqat jazo va taqiq bilan bu muammoni hal qilib bo'lmasligini ta'kidlagan edi. Ayni damda prezidentimiz jamiyat onalari va kelajak avlod tarbiyachilari bo'lgan xotin-qizlarni buzg'unchi g'oyalar ta'siridan asrash, ularni ham ma'nan, ham moddiy qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida urg'u berdilar. Bunday yot g'oyalar ta'siriga tushib qolgan shaxslarni ijtimoiylashtirish, moddiy qo'llab-quvvatlash, ularning oilalari bilan individual tarzda ishlab, tibbiy va psixologik yordam ko'rsatish hamda kasb-hunarga o'rgatish orqali bandligini ta'minlash zarurligi ko'rsatib o'tildi. Prezidentimiz har bir mahallada ehtiyojmand oilalarning aniq va shaffof ro'yxatini shakllantirish, yordamlarni fuqarolarning dini, millati va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar teng va adolatli tarzda yetkazish shartligini alohida ta'kidladi. Mas'ul idoralarga bu borada qat'iy nazorat o'rnatish topshirildi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsinki, mana bu yil Ramazon oyi juda ham katta shukuh bilan, xursandchilik bilan boshlanyapti. Muhtaram prezidentimiz huzurlarida hozir Ramazon oyini munosib o'tkazish to'g'risida, xususan Ramazon oyini mehr muruvvat oyi deb o'tkazishlikka kelishib olindi va juda ham katta xursandchilikdan bittasi shu bo'lyaptiki, Ramazon oyi juda katta tuhfa oyi, juda katta hadiya oyi bo'lyapti davlatimiz rahbari tomonidan. Ma'naviy hadiya xalqimizga, musulmon ummatiga bo'lyapti Ramazon oyida. Bu Islom sivilizatsiya markazining ochilishi, Imom Buxoriy majmuasining topshirilishi bu katta bir ma'naviy hadiya bo'lsa, ikkinchisi mana shu mehr muruvvat nuqtai nazaridan muhtaram prezidentimiz nochor oilalarga, muhtoj oilalarga juda ko'pchiligiga Ramazon munosabati bilan qariyb 750 milliard so'mlik katta yordam mablag'i ajratdilar. Bu tarixda bo'lmagan. Bu tarixda bo'lmagan. Birinchi marta bu yerda aytaylik kimlarga bu? O'sha kam ta'minlangan oilalar, hatto bir necha minglab jarrohlik amaliyotini kutib turgan, muhtoj bo'lib turgan oilalar, farzandlariga muruvvatlar qilinyapti. Nogironlar juda ham ko'p. Ular orasida masalan ahli ilm, nuroniy o'shalarda hammasiga mablag'lardan Ramazon munosabati bilan beriladigan bo'ldi. Yig'ilishimizda o'shalarni to'g'ri taqsim qilish, ya'ni joy-joyiga yetkazish, ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan hamkorlikda uni joy-joyiga olib borib yetkazishlikda to'g'risida muhokamalar qilindi, topshiriqlar berildi va bu hammasi vaqf xayriya jamoat fondi orqali va ijtimoiy himoya agentligi bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan bo'ldi. Davlatchilik tariximizdagi birinchi bo'layotgan voqea, tarixiy voqea. Muhtaram prezidentimiz Ramazon oyida mehr muruvvat ko'rsatishlari, xalqimizga yaxshiliklar qilishlari boshqa hammamizga bir turtki bo'ladi, bir tarbiya bo'ladi. Orzu qildik, umid qildikki, boshqalar ham shundan namunasi. Prezidentimiz bir gap aytdilarki, endi har yili muhtoj oilalar, Ramazon oyini kutib turgan oilalar har yili Ramazonni qalbdan kutadigan bo'lsin. Hamma o'zini oilasi uchun, farzandlari uchun mehr muruvvat ko'rsatmoqchi bo'lsalar, mana shuni Ramazon oyida qilamiz degan shior bilan Ramazonni kutadigan bo'ladi dedi. Men o'ylaymanki, boshqalarga ham bu ta'sir qilib, prezidentimizni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab hamma bu oyni yaxshilik, ezgulik, mehr muruvvat oyiga aylantiradi. Haqiqatda hozir agar yaxshi e'tibor bilan qarasak, prezidentimizni nihoyat darajada ish dasturlari juda ham ziq olingan. Lekin xorijiy safarlari bor. Yana bugunda o'zida bir nechta yig'ilishlar shuning ichida, lekin ayni bugungi masalaga shu Ramazon oyida mehr muruvvat ko'rsatishlik to'g'risida alohida bir vaqt ajratishliklari birinchidan prezidentimizni o'sha
inson qadri degan shiorini naqadar amalda isbot qilishlari bo'lsa va bu qolganlarimizga juda e'tiborli bo'ladi. Ming rahmat aytishimiz kerak prezidentimizni bugungi vaqt ajratib shuni alohida bir topshiriq berganliklari. Hurmatli prezidentimiz Ramazon oyiga kirishdan oldin mutasaddi tashkilotlarni yig'ib, ya'ni bu Ramazon oyini qanday o'tkazish bo'yicha alohida topshiriq berdi. Shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, joriy yilda 2148 ta masjidlarimizdan 2100 bittasida xatm Qur'onlar o'qilishi, ya'ni taroveh namozlari o'qilishi ko'zda eng asosiysi bularda xavfsizlik nuqtai nazariga e'tibor qaratish. Shu bilan birgalikda barcha bu yil xatm Qur'onlar qilinadigan 3642 ta qorilarimizni tayyorgarligi va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratdilar. Bundan tashqari bu yilgi Ramazon oyida yangilik sifatida shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, nafaqat yurtimizdagi masjidlar, balki xorijdagi vatandoshlarimizni ham Ramazon oyini munosib o'tkazish maqsadida xorijdagi vatandoshlarimizga ham har yilgidan farqli o'laroq qorilar bilan birgalikda ahli ilmlar, oliy ta'lim muassasalarini, professor o'qituvchilarni jo'natish amaliyotini joriy yo'lga qo'ydik. Ya'ni bu yil Amerika Qo'shma Shtatlari, Koreya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasiga 38 nafar ta'lim muassasalari xodimlarini ham yuboryapmiz. Ularning asosiy maqsadi dastlab bular borib O'zbekistonda amalga oshirayotgan umuman diniy sohadagi islohotlarni vatandoshlarimizga yetkazish, qolgan 30 kun davomida qorilarimiz xatm Qur'onlarni tushirib berishdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari hurmatli prezident shuni alohida ta'kidlab o'tdilarki, ya'ni hududlarimizda o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslarni ham alohida e'tiborga olish, bu muruvvat oyi bo'lganligi sababli ularni rozi qilish, ya'ni pastga tushib har bir imom xatiblarimiz, umuman diniy soha xodimlari va mutasaddi vazirlik idoralari o'sha iftorliklarni kam ta'minlangan xonadonda o'tkazish bo'yicha ham alohida topshiriqlar berdilar. Shuningdek, hurmatli prezidentimiz yig'ilishda bu oldin kuzatilmagan bitta jarayonga alohida to'xtalib o'tdilar. Ya'ni joriy yil davomida umuman hurmatli prezident tashabbuslari bilan 755 milliardga yaqin mablag' ajratilyapti. Bu mablag'larimiz asosan o'sha kam ta'minlanganlarga, diniy soha xodimlarini qo'llab-quvvatlashga, ya'ni oldinlardan farqli o'laroq imom xatiblarimiz, noiblarimiz, mutavallilarimiz, hatto farroshlarimizga shu bilan birgalikda mahalla domlalari, otinoylarni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, ya'ni sog'liq bilan bog'liq masalalari bo'lgan fuqarolarimizga, ta'lim krediti bilan bog'liq masalalarimizda bo'lgan fuqarolarimizni ham qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida mablag' ajratdilar. Bugungi hurmatli prezidentimiz olib o'tgan taqdimot doirasida aholini ijtimoiy himoya qilish, ularni har tomonlama ijtimoiy xatarlari, moliyaviy xatarlarga qarshi choralar ko'rish bo'yicha, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha topshiriqlar berdilar. Bunga muvofiq alohida yondashuv asosida davlat ta'minotidagi boquvchisini yo'qotgan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan, yolg'iz, yetim, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan fuqarolarimizni alohida qo'llab-quvvatlash bo'yicha, demak, alohida topshiriq berdilar. Bularni umumiy raqami 237 ming odamlar alohida. Bundan tashqari kambag'allik reyestrida bo'lgan 400 mingdan ortiq aholini ham alohida moddiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha, demak, topshiriqlar berdilar. Bundan tashqari Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan Ramazon oyi davomida og'ir kasalligi bo'lgan va o'zini navbatini kutayotgan insonlarni alohida tizim orqali jarrohlik va davolanish amaliyotlari bilan bog'liq xarajatlarni qoplab berish bo'yicha topshiriq berdilar. 7 yil bilan birga har bir mahalladan 2 tadan mahallaning kattaligiga qarab 6 ta 5 tagacha bo'lgan insonlarni qo'shimcha bundan tashqari qamrab olib, reyestrlarga kiritib, ularga ham qo'llab-quvvatlash bo'yicha topshiriqlarni berdilar.